Rim forumining 1864-yildagi ko'rinishi va bu esa uning bugungi holati. Arxeologlar bu yerni qazishni boshlaganlarida ular asrlar davomida ko'zdan yashirin bo'lib kelgan butun bir xarobalar olamini ochib berishdi. Vaqt o'tishi bilan shahar darajasi 10 metrdan ortiq ko'tarilib ketgan va qadimgi binolar butunlay unutilgan edi. Dunyo bo'ylab bunday joylar kam emas. Ko'plab osmono'par zamonaviy shaharlar va binolar tufayli qadimgi xarobalar asta-sekin ularni soyasida qolib ketyapti. Qadimgi Troya shahri 10 marta qayta qurilgan bo'lib, har bir qavati bevosita bir-birining ustiga qurilib, roppa-rosa 10 ta alohida qatlam hosil qilgan. Hatto Seattle shahridagi butun boshli sirli va tashlab ketilgan do'konlar hamda uylar tarmog'i ham zamonaviy ko'chalar va imoratlar ostiga ko'milgan. Lekin nega shaharlar bir-birining ustiga quriladi? Haqiqatan ham ko'cha balandligi ko'tarilyaptimi va nega tarix doimo yer ostiga ko'milib kelmoqda? Biz bugun ushbu 3D animatsiyalardan foydalangan holda bu hodisaning sababini yotig'i bilan ko'rib chiqamiz. Shuningdek, bu videoda biz Rim ostidagi g'alati tarixiy qatlamlardan tortib, yaqin sharqdagi g'ayrioddiy tepaliklar va 100 yilcha vaqt oldin ataylab yer ostiga ko'milgan sirli Seattle shahrini ham ko'rib chiqamiz. Barchaga salom, meni ismim Abdusalom va biz Inception kanalida turli xil ingliz tilidagi foydali bo'lgan ilm-fanga oid ma'lumotlarni o'zbek tiliga tarjima qilib, ularni qayta ishlab, video tariqasida sizlar bilan ulashishni maqsad qilganmiz. Aynan shu video Primal Space kanalidan tarjima qilingan va sizlar uchun taqdim etilyapti. Savolinglar va taklifinglar bo'lsa, izohlarda qoldirishinglarni kutib qolamiz. Demak, shaharlarning bir-birining ustiga qurilishi uchun aniq bir sabab yo'q. Masalan, 1-asrda Rimda yuz bergan katta yong'indan so'ng shahar deyarli butunlay qayta qurilishi kerak bo'lgan. Ammo o'sha vayronalarni olib tashlash o'rniga rimliklar ularni tekislab, ustiga yangi binolar yoki uylar qurish tezroq va osonroq bo'lganligi uchun aynan shuni tarafdoriga aylanishgan. Bu esa yangi qurilgan binolarni oddiy ko'chalardan 1 metr balandroq bo'lishiga sababchi bo'ladi. Shuning uchun ham yangi balandlikka moslashish uchun ko'chalar ham baland qilib qayta qoplanadi, qayta ishlanadi. Buning uchun atrofdagi vayronalardagi toshlar olib tashlanadi va vayronalar butunlay yer ostiga ko'milib ketadi. Buning eng yaqqol misollaridan biri bu Rimdagi San Clemente Basilic Churchi. Church deganda ibodatxonani nazarda tutyapman. Hozir ko'rib turgan inshoatingiz 12-asrga tegishli. Lekin u to'g'ridan to'g'ri 4-asrda qurilgan eski cherkov ustiga qurilgan. Qizig'i shundaki, o'sha cherkov ham sirli qadimgi ibodatxona ustiga, ibodatxona esa undan ham eski uyning ustiga qurilgan edi va bu qatlamlarning tagida undan ham qadimiyroq xarobalar bo'lishi mumkin. Umuman olganda, San Clemente joylashgan vodiy hozirda 1-asrdagiga nisbatan 18 metr balandroq. Biroq bu qanday yuz berdi? 1-asrga qaytadigan bo'lsak, Kolizey hali qurilmasidan oldin vodiyning tubida bir Rim villasi joylashgan bo'lgan. Villa deganda, farmhouse, dacha, kichkina qishloq. Yong'inda shikastlangach, bu villa Mitra izdoshlari, ya'ni Rim bo'ylab mashhurlashayotgan sirli kult tomonidan ibodatxonaga aylantirilgan. Biroq 4-asr oxiriga kelib bu ibodatxona xristianlar tomonidan qisman vayron qilinadi. Diniy e'tiqodlarni targ'ib qilishni istagan xristianlar esa eski ibodatxonaning ustiga yangi Basilica Church'ini ibodatxonasini qurishga qaror qilishadi. Bu Basilica ibodatxonasi xristianlarga yana 800 yil xizmat qiladi. Biroq 12-asrga kelib u yomon holatga kelib qolgan edi. Ya'ni ta'mirtalab bo'lib qolgan edi. Atrofida bir necha bor yong'inlar bo'lib, qayta qurilishliklar amalga oshirilganligi tufayli ko'cha balandligi ancha balandlashadi. Shuning uchun esa eski bazilikani buzib tashlash o'rniga shunchaki ustiga yangi bazilika ibodatxonasi qurilgan. Bugungi kunda biz ko'rib turgan bino aynan shu bazilikadir. Oxir-oqibat eski bazilika ostidagi xarobalar tuproq bilan to'ldirilgach, hech kim u qatlamlarni hujjatlashtirmaganligi sababli ilgari mavjud bo'lgan inshootlar haqida ham barcha ma'lumotlar butunlay yo'q bo'lib ketadi. Ammo 1800-yillarda bir arxeolog qazishma ishlarini olib bora boshladi va eski bazilikani, shuningdek 1-asrga oid ibodatxonaga olib boruvchi zinapoyani ham topdi. Ichkarida Mitra xudosi uchun bag'ishlangan muqaddas joy va devorlarda unga atalgan rasmlar ham bor edi.
Rimning deyarli to'liq eski xarobalar ustiga qurilganligini ko'rdik. Ammo eski qatlamli shaharlarning eng mashhur misollaridan biri Rim paydo bo'lganidan ancha oldin Yaqin Sharq bo'ylab tarqalgan g'ayrioddiy g'aroyib tepaliklarni topishingiz mumkin. Ular Tellar deb nomlangan. Tel so'zi Tel Aviv shahridan olingan. U avvalgi paytlarda shunday ko'rinishda bo'lgan. Bu sun'iy tepaliklar bo'lib, ular asrlar davomida sivilizatsiyalar bir-birining ustiga qurilganida hosil bo'lgan. Har bir telning ichi yo'qolgan eski xarobalar bilan to'la. Ularning eng ta'sirli misollaridan biri qadimgi Troya shahri bo'lib, u miloddan avvalgi 3000-yillarda kichik bir aholi punktidan boshlanadi. Binolar asosan loy g'ishtlardan qurilgan bo'lib, ular vayron bo'lganida materiallar parchalanib, xarobalarni va tuproqni ko'mib qo'ygan. Keyinchalik yangi aholi kelib, ustiga yangi bir yer qilib joylashgan. Keyingi ming yillar davomida 8 sivilizatsiya bu tepalikni egallab keladi. Forslardan tortib Aleksandr Makedonskiygacha va hattoki Rim ham. 500-yillarga kelib esa, ya'ni yaqin atrofdagi port qurib qolganidan so'ng shahar aholisiz qola boshlaydi. So'nggi sivilizatsiya ketganidan keyin binolar yana tepalikka qaytib qurildi va tuproq bilan qoplandi. Troya butunlay sirga aylangan edi, toki 1800-yillarda kashf etilmagungacha. Ko'pchilik holatlarda ko'p qatlamli shaharlarning asosiy sabablari odamlar va ularning dangasaligi tufayli qabul qilgan qarorlari. Ammo biz hali gaplashmagan boshqa bir muammo ham mavjud. Agar binolar va shaharlar yer ostiga to'kilib ketadigan bo'lsa, unda nima bo'ladi? Bilasizmi, hozirgi kunda Shanxay ham har yili 1 santimetrga cho'kib bormoqda. Haqiqatan ham Xitoyning ko'plab yirik shaharlari cho'kyapti. Chunki asrlar davomida yagona ichimlik suvi manbai yer ostidan chiqarilgan edi. Lekin buni qilish orqali suvni ushlab turgan bo'shliqlar to'lib, yer qisqarib, natijada cho'kish boshlayapti. Lekin aynan shu suv yer ostidan tortish tufayli o'sha suv ushlab turgan bo'shliqlar bo'shab qolib, ular cho'kkani tufayli qatlamdagi yer ham yil bo'ylab pasayib bormoqda. Ha, bu dunyoning turli joylarida muammo bo'lib turadi. Va albatta bu narsa faqat Xitoy yoki Yaponiya hududlarida emas, dunyoning deyarli barcha yer ostidagi suvdan foydalanuvchi hududlarida shu muammo sodir bo'lib turadi. Lekin Shanxay ostidagi tuproq juda yumshoq bo'lganligi uchun barcha osmono'par binolarning og'irligi ostida shahar so'nggi 100 yil ichida afsuski 3 metrga qisqargan. Agar shaharlarda juda ko'p cho'kishlar kuzatilsa, ular dengiz sathidan pastga butunlay tushib, yo'qolib ketishi ham turgan gap. Keyin esa suv ustidan yuqoriga chiqishning yagona haqiqiy yechimi uning ustiga qurish bo'lib qoladi, xolos. Va aynan shu narsa Seattle shahri bilan sodir bo'lgan. Seattle shahri atigi 175 yosh bo'lishiga qaramay, zamonaviy shahar ostida butun bir ko'chalar va tashlandiq binolar tarmog'i mavjud. 1889-yilda yangi qurilgan shaharni halokatli yong'in egallagan va xuddi Rim kabi deyarli barcha binolar va buyumlar qaytadan qurilish talab etilgan edi. Shaharni yaxshilashni maqsad qilgan mer bu imkoniyatni o'zining dizaynini tubdan o'zgartirish uchun ishlatadi. Tabiiyki, shaharda ko'p sel bo'lganligi tufayli yomg'ir suvlarini shahardan chiqarib olish, irrigatsiya juda ham katta bir mavzu edi. G'oya shundan iborat ediki, butun shaharni balandlashtirib, ko'chalar ostiga kanalizatsiya tizimini o'rnatish. Shunda suv tabiiy ravishda shahardan bemalol chiqib ketardi. Buni amalga oshirish uchun ko'chalarning har ikki tomoniga 6 metr balandlikdagi tosh devorlar qurilishi kerak bo'lgan. Ustidan esa yo'llar yasalgan edi. Bir muddat Seattle g'alati bir davrni boshidan kechirdi. Chunki undagi binolar ko'cha balandligidan 2 qavat pastda joylashganligi uchun odamlar do'konlar va uylarga borish uchun zinapoyalardan tushishga majbur bo'lishgan edi. Va albatta oradan yetarlicha vaqt o'tganidan so'ng ko'chalar ta'mirlanadi, bo'shliqlar yopiladi va odamlarning birinchi qavati ko'cha darajasiga ko'tariladi. Va aynan shu tariqa yer ostida qolib ketgan uylar, magazinlar, yo'llar va bozorlar butunlay tarixga ko'miladi. Agar siz ham yashayotgan shahringizda yer ostida qolib ketgan imoratlar, binolar yoki umuman shahar tizimlari haqida ma'lumotga ega bo'lsangiz, u haqida izohlarda qoldirishingizni so'rab qolaman. Inception uchun savollaringiz yoki qiziqqan mavzularingizni ham izohlarda qoldiring va bizani qo'llab-quvvatlash uchun qiladigan eng yaxshi va foydali yordamingiz u bizga obuna bo'lishingiz va videolarimizni davomiy ravishda ko'rib yurishingiz. Zero bizning maqsadimiz O'zbekiston xalqida ilm-fan uchun bo'lgan muhabbatni uyg'otish. Sizlar bilan keyingi videoda ko'rishguncha